Tug'ilgan kunni nishonlash mumkinmi? Qamoqxonada bayramlaringiz qanday o'tardi? Jamoat 2005-yilda tashkil topganmi yoki 2007-yildami? Buni nega so'rashyapti? Sinfda tortishilayotgan ekan. Birga o'zga sayyoraga chiqaylikmi? Tug'ilgan kunni nishonlash mumkinmi? Tug'ilgan kunni nishonlash bizning madaniyatimizda bo'lmagan narsa. Ya'ni na payg'ambarimizning hayotida, na undan keyin bu hududlarda bizning madaniyatimizda bo'lgan narsa emas. Xo'sh, tug'ilgan kunni nishonlash bizga qayerdan keldi? Tug'ilgan kunni nishonlash g'arbliklarning an'anasi, boshqa bir sivilizatsiya, boshqa bir madaniyatning urf-odati. Futbol haqida gaplashganimizda aytganlarimni eslasang, bizning o'zligimiz, bizning o'z pozitsiyamiz bo'lishi kerak. Shuning uchun barcha bolalarga tavsiyam shuki, bizning madaniyatimizda va an'anamizda bo'lmagan bu tug'ilgan kunni nishonlamasliklarini tavsiya qilaman. Yeb tugatolmagan ovqatlarimizni va kiymay qo'ygan kiyimlarimizni nima qilishimiz kerak? Avvalo barcha kiyim-kechaklarimizni juda ehtiyotkorlik bilan ishlatishimiz kerak Muhammad Hanzala. Ularni eskirtmasdan, yirtmasdan ishlatishimiz lozim. Nega? Chunki siz hozir o'sayotgan davrda bo'lganingiz uchun, masalan, bir kiyimni kiyyapsiz. 1 yil o'tib bo'yingiz o'sadi. Endi uni kiya olmaysiz. Shunda u boshqa birov foydalanishi mumkin bo'ladigan darajada yangi, ozoda va yaxshi holatda bo'lishi kerak. Kiyim-kechaklarni toza ishlatishimiz kerak. O'zimizdan keyin boshqalar ham foydalana olishi uchun ularni boshqalarga juda pokiza holda berishimiz lozim. Oyoqlarimizda oyoq kiyimi bor paytda masx torta olamizmi? Agar tahorat olgan bo'lsak va tahorat olganimizdan keyin tahoratli holda oyoq kiyimimizni kiygan bo'lsak, undan keyin yana tahorat olganimizda oyoq kiyimimizni yechib oyoqlarimizni yuvishimiz shart emas. Oyoq kiyimimizga masx qilishimiz kifoya. Chunki payg'ambarimiz tahorat olganlaridan keyin oyoq kiyimlarini kiygan bo'lsalar, yana tahorat olganlarida qo'llarini shunchaki oyoq kiyimlariga surtardilar. Qamoqxonada bayramlaringiz qanday o'tardi? Qamoqxonada bayramlar odatda juda g'amgin o'tadi. Mahzun o'tadi. Hamma ertalab turadi. Barcha qo'shnilar bir-birlariga ovoz berishadi. Bir-birlarini bayram bilan tabriklashadi. Bufetdan shirinlik olib, bayram tabrigi bo'lsin deb havodan bir-birlariga shirinlik otishadi. Orqa hovlilardami? Ha, orqa hovlilarda. Hovlilar yonma-yon yoki orqama-orqa joylashgan bo'ladi. Bir-birlariga shirinlik otishadi. Lekin albatta odamlar bayram kuni bolalarini ko'rishni xohlaydi, oilalarini ko'rishni xohlaydi. Ularni ko'ra olmaganlari uchun bir g'amginlik bo'ladi. Va yana bilasizki, qamoqxonalarda ochiq uchrashuvlarni odatda bayramning 1 va 2 kuniga bermaydi. Odatda 1 va 2 kunlari xodimlar ta'til qilgani uchun 3-kunga beriladi. Shuning uchun bayramda odatda shunday bir g'amginlik bo'ladi. Bo'yingiz necha? 1.75. Ustoz, kichikligingizda qaysi sportlar bilan shug'ullangansiz? Biz kichikligimizda boradigan bir karate zali bor edi. Karate bilan shug'ullanardik. To'g'rirog'i karate sporti bilan shug'ullanardik. Ya'ni o'sha paytlarda bizni hududlarda faqat musulmonlar kira oladigan shunday islomiy muhitga ega yagona narsa karate sporti edi. Biz ham karate bilan shug'ullanardik. Lekin albatta shundayki, men Diyarbakrda ulg'ayganim uchun hozir nega kulayotganingni ular bilishmaydi albatta. Men Diyarbakrda ulg'ayganim uchun bizning Diyarbakrda ko'chalar o'zi xuddi ring maydoni kabi bo'lardi. Shuning uchun ko'cha jangi degan narsa deyarli hamma shug'ullanadigan milliy sportga aylanib ketgan edi. Nechta aka-ukalaringiz bor? 4 ta. 2 qiz, 2 o'g'il. Men ikkinchisiman. 4 ta farzandmiz. Ustoz, bir imtihon qilib, g'olib bo'lgan dastlabki 3 kishini sayrga olib chiqasizmi? Dastlabki 3 kishini sayrga olib chiqaman desam, bu noaniqroq gap bo'lib qoladi. Lekin shunday bo'lishi mumkin. Bir imtihon qilamiz. 3 kishini bu yerda mehmon qila olaman. Maxsus ular bilan o'tirib suhbatlashamiz. Jamoat 2005-yilda tashkil topganmi yoki 2007-yildami? Buni nega so'rashyapti? Sinfda tortishilayotgan ekan. Ha, sinfda tortishilayotgan ekanmi? Jamoat 2007-yilda tashkil topgan. Allohga hamd bo'lsin. Ustoz, siz bilan sayrga chiqaylikmi? Albatta bo'ladi. Agar qulay vaqt bo'lsa, men ham bo'sh bo'lsam, ular ham bo'sh bo'lsa, nega bo'lmasin? Birga o'zga sayyoraga chiqaylikmi? Agar kosmik kema topsangiz va o'zga sayyoraga borishning yo'lini, ilmini ham o'rgansangiz, inshaalloh siz katta bo'lganingizda bo'ladi deb umid qilaman. Albatta boramiz, nega bo'lmasin? Biz kabi maktabga borib o'qiganmisiz? Ha, men ham siz kabi maktabga borib o'qiganman. Sizni yoshlaringizda Diyarbakrda edim. Diyarbakrda o'qiganman. Ukamga, opamga, onamga yaxshi muomala qilish uchun nima qilishim kerak? Men bu masalada uyda doimo xafa bo'lib yuraman. Mening mas'uliyatim nima? Ha,
Endi bir inson boshqa insonlar bilan yaxshi munosabatda bo'lishi, ularga yaxshi muomala qila olishi uchun avvalo doimo o'ziga buni eslatib turishi kerak. Ya'ni mening boshqa insonlarga nisbatan mas'uliyatlarim bor. Ota-onamga nisbatan mas'uliyatlarim bor. Birodarlarimga nisbatan mas'uliyatlarim bor. Buni doimo o'ziga eslatib turish kerak. Faraz qilaylik unutdi va noto'g'ri bir ish qildi. Ya'ni ota-onasini yoki birodarlarini ranjitdi deylik. Shundan keyin ham umuman tortinmay uzr so'rashni bilishi kerak. Ya'ni borib haqqingizni halol qiling, uzr so'rayman. Noto'g'ri ish qildim deb uzr so'rashni bilishi kerak. Juda ko'p savoblar topyapsiz. Buni biz bilan bo'lisha olasizmi? Shundayki, agar bir joyda islomiy bir faoliyat bo'lsa, odamlar jamoat bo'lib islomga xizmat qilayotgan bo'lsalar, bu holatda u yerda qilingan barcha savoblarga hamma sherik bo'ladi. Chunki o'sha jamoatning mavjudligiga hammalarining hissasi bor. Shuning uchun u jamoatda qilinayotgan barcha yaxshiliklarga hamma Allohning izni bilan sherikdir. Shuning uchun men alohida bo'lishim shart emas. Biz hammamiz birgalikda Allohga ibodat qiladigan bir jamoa bo'lganimiz uchun inshaalloh qilayotgan barcha yaxshiliklarimiz hammamizga umumiydir. Istanbuldagi akalar yaxshimi? Birga o'tirib Qur'on o'qiysizlarmi? Kichkinaligingizda Qur'on o'qirdingizmi? Qur'onni qanday o'qiysiz? Istanbuldagi birodarlar yaxshi. Birgalikda Qur'on o'qiymiz. Yaqinda Ramazonni ham shu yerda birga o'tkazdik. Allohga hamd bo'lsin. Birgalikda namoz o'qidik, birga Qur'on o'qidik, birga ibodat qildik. Shukrlar bo'lsin. Ha, kichkinaligimda ham Qur'on o'qirdim. Men juda kichik yoshimda Qur'on o'qishni o'rgandim, bolaligimda, alhamdulillah. O'sha paytdan beri Qur'oni Karimni o'qib kelaman, alhamdulillah. Yaxshi o'qiyman. Ya'ni o'qishim unchalik ham yomon emas. Men ham bir savol bersam bo'ladimi? Albatta. Qur'onni necha marta xatm qilgansiz? To'g'risi hech qachon sanamaganman Hanzala, lekin ko'p bo'lgan. Ayniqsa hifz qilayotgan paytda, ya'ni faqat yodlash bilan shug'ullanganingda Qur'oni Karimni juda ko'p marta tugatgan bo'lasan. Necha marta? 40-50 marta chiqadimi? 40-50 martami? 40-50 juda kam o'g'lim. 40-50 hech narsa emas. Yana hozir sizlar yosh bolalarsiz. Inshaalloh Qur'oni Karimni o'rganyapsizlar. Lekin katta bo'lganingizda har kunlik bir virdingiz bo'ladi. Ya'ni har kuni muntazam ravishda Qur'on o'qiysizlar. Agar hofiz bo'lsangiz, har kuni muntazam bir qismini takror qilasiz. Shuning uchun o'rtacha bir musulmon yiliga kamida 10-12 marta Qur'oni Karimni xatm qiladi. Men o'rtachasini aytyapman. Ya'ni Qur'on bilan aloqasi yaxshi bo'lgan, Qur'oni Karimni doimiy o'qib yuradigan inson. Halis ustoz, qandaysiz? Sizdan shuni so'ramoqchiman. Ukamning vafot etishida biror xayr bormi? U hali onamning qornidaligidayoq vafot etgan edi. Endi inshaalloh yangi ukam tug'iladi. Allohga omonat bo'ling. Shunday deyishim mumkin. Alhamdulillah men yaxshiman. Allohga shukr. Bir bolaning vafoti, bir insonning tug'ilishi, bularning hammasi Allohning qadari bilan bo'ladi. Ya'ni Allohning bir taqdiri bor. Allohning bir rejalashtirishi bor. Odamlar shunga ko'ra tug'iladilar va shunga ko'ra vafot etadilar. Shu sababli Allohdan bo'lgan har bir narsa yaxshilikdir. Allohdan bo'lgan har bir narsa xayrlidir. Ularga tushadigan vazifa esa sabr qilish va ajrlarini Allohdan kutishdir. Inshaalloh bunda ham ular uchun albatta bir xayr bordir. Jamoat qanday qilib bunchalik rivojlandi? Ya'ni bizning jamoatimiz. Agar bu bir rivojlanish bo'lsa va bolalarimiz ham buni rivojlanish deb ko'rsalar, bu meni juda xursand qiladi. Allohga hamd bo'lsin. Agar bir rivojlanish bo'lsa, bu Allohning yordami bilan bo'lgan narsadir. Agar Alloh yordam bersa, bandalarining qo'lidan tutsa, ular muvaffaq va zafarli bo'ladilar. Agar Alloh yordam bermasa va bandalarini o'z nafslariga tashlab qo'ysa, hech bir insonning yoki bir jamoaning muvaffaq bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun men buni Allohning yordami bilan bo'lganiga ishonaman. Allohga hamd bo'lsin. Bir do'stim dediki, agar biz itga yoki biror jonzotga zarar bersak, oxiratda biz it, u esa inson bo'lib, bizga xuddi shunday zarar beradi dedi. Bu to'g'rimi? Buni bu shaklda bilmayman. Menda bunday ma'lumot yo'q. Lekin shuni bilamanki, kim dunyoda nohaq bir tirik mavjudotga zulm qilgan bo'lsa, albatta qiyomat kunida Alloh o'sha mavjudotning haqqini undan olib beradi. Ya'ni sen bir itga zulm qilding deylik, qiyomat kunida Alloh ikkingizni ro'baro qiladi va uning haqqini sendan olib beradi. Xuddi shuningdek, kim bir jonzotga yaxshilik qilgan bo'lsa, masalan bir itga suv berding, bir mushukka suv berding, bir qushga yem berding, yo bir yarador qushning qanotini davolading yoki veterinarga olib bording. Qiyomat kunida Alloh albatta bu yaxshiligingning mukofotini beradi. Shuning uchun hech bir jonzotga zulm qilmaslikka harakat qilishimiz kerak.
Nohaq qilgan barcha yomonliklarimiz qiyomat kunida oldimizdan chiqadi. Ustoz, yana bir savol so'rasam bo'ladimi? Albatta. Men bir marta adashib chumolni bosib yuborgan edim. Keyin qiyomat kunida u meni bosadi deb o'ylagandim. Bu to'g'rimi? Chumolini ataylab zarar berish uchun bosdingmi? Bilmasdanmi? Yo'q, shunchaki yurib ketayotgandim. Yerda ketayotib bosib qo'ydim. Keyin qarasam chumol ekan. Demak, ataylab bosmagansan. Yo'q, Ataylab qilmagan ishlarimiz uchun Alloh bizni javobgar qilmaydi. Shuning uchun Alloh azza va jalla bizni buning uchun jazolamaydi. Lekin agar ataylab qasddan bir jonzotga zarar berilsa, men aytayotgan narsa shu qasddan zarar berish. Masalan, men bir joyga tosh otdim. Tosh borib qushga tegdi va u qush o'ldi. Men ataylab qushga zarar bermaganim uchun bundan javobgar emasman. Ammo masalan, ovqat uchun emas, chunki ovqat uchun hayvon ovlash mumkinligini bilasan. Alloh buni halol qilgan. Shunchaki ko'ngil xushlik uchun, masalan, qushni nishonga aylantirib, cho'zma bilan tosh otsang, bolalar ba'zan shunday qilishadi. Bu albatta noto'g'ri ish. Bundan uzoq turish kerak. musulmon do'stimiz yolg'on gapirsa, undan arazlasak bo'ladimi? Shundayki, agar bir do'stimiz noto'g'ri ish qilsa, yolg'on gapirish ham shular jumlasidan. Avvalo bizning vazifamiz uni ogohlantirish. Ya'ni bu qilganing noto'g'ri. Buni qilma deb nasihat qilish. Chunki bizning bir-birimizga nisbatan mas'uliyatimiz nima? Yaxshilikni buyurish va nasihat qilish. To'g'rimi? Agar do'stimiz davom etsa, bu xatodan qaytmasa, unda nima qilamiz? Unda munosabat bildirishimiz mumkin. Lekin payg'ambarimizning shu hadislarini hech qachon unutmasligimiz kerak. Bir musulmonning boshqa bir musulmon bilan 3 kundan ortiq arazlashishi halol emas. Ya'ni eng ko'pi bilan 3 kun arazlashishi mumkin. 3 kundan keyin albatta yarashishimiz kerak. Eng yaxshi musulmon bola kim Hanzala? Yarashish uchun birinchi bo'lib salom bergan kishi. Payg'ambarimiz shunday deganlar alayhisolatu vasallam. Yarashish uchunmi ustoz? Masalan, bir do'sting bilan xafalashib qolding deylik. 3 kun o'tib ketmasligiga e'tibor qilishimiz kerak. 3 kundan keyin uni ko'rgan joyida darhol borib quchoqlagan, salom bergan, yarashgan bola eng yaxshi bola. Yana bir savol. Mesela atıyorum bazı biriyle biri küstü. Masalan, 2 kishi arazlashdi. 3 kun o'tgandan keyin yarashdi. Bir-biridan rozilik olib, keyin yana darhol arazlashdi. Bu to'g'rimi? Bu to'g'ri emas. Bu musulmon bolaga yarashmaydi. Faqatgina payg'ambarimiz shunday deganlari uchun yarashaylik. Keyin yana arazlashamiz. Shunda hadis doirasiga kirmaymiz degandek qilish to'g'ri emas. Biz marhamatli bo'lishimiz kerak. Alloh va Rasuli bir narsani buyurganida biz unga rioya qilishimiz kerak. Go'yoki Allohni aldayotgandek bo'lib, yarashib, keyin yana arazlashish bu to'g'ri ish emas. Musulmonga yarashmaydi. Hushtak chalish shaytondanmi? Hushtak chalish shaytondandir degan ma'lumot to'g'rimi yoki noto'g'rimi, ochig'i buni bilmayman. Ammo shuni bilamanki, hushtak chalish kofirlarning ibodat paytida yoki xursand bo'lganlarida ishlatadigan usullaridan biri bo'lgani uchun biz ularga o'xshamaslikka buyurilganmiz. Shuning uchun hushtak chalmasligimiz kerak. Lekin yana bir narsani ham aytishimiz kerak. Masalan, biz xursand bo'lganimizda nima qilamiz? Hushtak chalmaymiz. Biz xursand bo'lganimizda takbir aytamiz. Allohu akbar deymiz. Chunki biz Allohning bandalarimiz. Xursandchiligimizda ham takbir aytamiz. Qayg'umizda ham takbir aytamiz. Shuning uchun agar xursand bo'lsak, o'sha xursandchiligimizni, quvonchimizni ko'rsatmoqchi bo'lsak, hushtak chalmaymiz, takbir aytamiz. Juda yaxshi kitoblar yozasiz. Kitob yozish osonmi? Kitob yozish qiyin, chunki u biroz charchatadigan, mashaqqatli ish. Shuning uchun kitob yozish qiyin. Shuningdek, yozgan kitoblarimni yaxshi deb hisoblaganlari uchun bolalarga ham rahmat aytaman. Bu men uchun sharaf. Qanday qilib ustoz bo'lgansiz? Qanday ustoz bo'lganman? Avval bir muddat islomga xizmat qilayotgan masjidning hojatxonalarini tozaladim. Keyin bir muddat u yerga kelgan insonlarning oyoq kiyimlarini tartibga soldim. So'ng bir muddat kelgan insonlarni eshikni oldida xushbo'y hid tarqatib, xush kelibsiz deb kutib oldim. Keyin esa islomiy ilmlarni o'rgandim. So'ng bir jamoatning ichida jamoat nima, islomiy faoliyat nima, shularni o'rgandim. Shundan keyin ustoz bo'ldim. Bularni aytishimning sababi shuki, Hanzala, odatda odamlar shunday o'ylashadi. Ustoz bo'lish uchun o'qishning o'zi yetarli. Ya'ni biroz ziyrak bo'lsang,
islomiy ilmlarni o'qigan bo'lsang ustoz bo'lishing mumkin deb o'ylashadi. Aslo bunday emas. Ustoz bo'lish uchun islomiy ilmlarni o'rganish qanchalik muhim va qadrli bo'lsa, islomga xizmat qilish, musulmonlarga xizmatkorlik qilish ham shunchalik muhimdir. Shuni ta'kidlash uchun aytdim. Istanbulda siqilmaysizmi? Siqilamiz. Ayniqsa tirbandlikdan va uylarning, odamlarning bunchalik bir-biriga juda yaqin yashashidan juda siqilamiz. Inshaalloh Robbimiz bizlarga yanada keng, yanada farovon va islom hukmron bo'lgan shaharlarda yashashni nasib qilsin. Ustoz, men 10 yoshdaman. Yozuvchi bo'lishni xohlayman. O'zimni rivojlantirmoqchiman. Nima qilsam bo'ladi? Avvalo, bir bola yozuvchi bo'la oladimi? Albatta yozuvchi bo'la oladi. Ammo yozuvchi bo'lishni istasa, albatta qilish kerak bo'lgan birinchi narsa juda ko'p kitob o'qishidir. Juda ko'p kitob o'qish kerak. Chunki agar ko'p kitob o'qisak, ko'p so'z o'rganamiz. Gaplar qanday tuzilishini kitoblardan o'rganamizki, yozuvchi bo'la olaylik. Ikkinchidan mening tavsiyam shuki, yozuvchilik bo'yicha ta'lim beradigan kurslar bo'ladi. Masalan, ayniqsa yozda, ta'til paytlarida bunday kurslar ko'p bo'ladi. Bir joyga jismonan borish ham shart emas. Chunki bu ta'limlar onlayn tarzda ham beriladi. Shuning uchun tavsiyam shuki, bolalar bu yozuvchilik ta'limlarini onlayn tarzda ham olishlari mumkin. Ustoz, men o'qituvchi bo'lishni xohlayman. Bu borada menga nima tavsiya qilasiz? O'qituvchi bo'lishni istagan bolalarga ham xuddi shu narsalarni tavsiya qilaman. Birinchisi, juda ko'p o'qishlari kerak. Juda ko'p kitob o'qishlari kerak. Ikkinchisi, hozir maktabda o'qiyotgan paytlarida darslariga juda e'tiborli bo'lishlari kerak. Juda yaxshi o'qishlari kerak. O'qituvchilarini o'zlariga namuna qilishlari kerak. Ya'ni o'qituvchilari darsni qanday o'tyapti, o'quvchilar bilan qanday shug'ullanyapti, ularga nisbatan qanday sabr bilan muomala qilyapti. Bolalar bularni juda yaxshi kuzatishlari kerak. Agar yaxshi bir o'qituvchini o'zingizga namuna qilsangiz, doimo yaxshi bir o'qituvchini kuzatsangiz, inshaalloh siz ham yaxshi o'qituvchi bo'lasiz. Ustoz, Ronaldomi yoki Messimi? To'g'risi bu masalada hech qanday fikrim yo'q Hanzala. Ya'ni ikkalasi haqida ham aniq qanday o'ynashlari borasida bilmayman. Faqat futbolchi ekanliklarini bilaman. Qanday o'ynashlarini bilmayman. Lekin Ronaldo haqida bir jihat bor hayolimda. U Falastin masalasini qo'llab-quvvatlagani uchun, odatda Isroilga qarshi pozitsiya tutgani va dunyodagi mazlumlarga tarafdor bo'lgani sababli shu jihatdan unga nisbatan ko'nglim biroz moyilroq. Insoniy tomoni kuchli bo'lgani, insoniy munosabat ko'rsatgani uchun. Ammo o'yin jihatidan ikkalasi qanday, Allohu a'lam. Messi ham Ronaldo kabimi? Buni ham aniq bilmayman. Balki Messining ham shunday xislatlari bordir. Men bilmayotgandirman. Masalan, bir video bor edi. Sen ko'rganmisan bilmayman. Bir joyda o'tirishibdi. Oldilarida kola bor edi. Ronaldo kolani olib qo'yib, "Buni ichmang, suv iching" deydi. Shunga o'xshash harakatlari bo'lgan. Falastin masalasi bilan bog'liq yana bir voqea bor. Isroil jamoasining sardori formasini almashmoqchi bo'ladi. O'yin tugagach forma almashtirish odati bor ekan. Jamoa sardorlari forma almashtirar ekan. Lekin Ronaldo formasini almashtirmagan. U esa Isroil davlati qotil bo'lgani uchun formasini almashmaydi. Bu juda oddiy bir munosabatdek tuyulishi mumkin, lekin insoniy xislati bo'lgani uchun buni ko'rganimda menga juda ma'qul kelgan edi. Balki Messi ham shundaydir, lekin mening bu borada ma'lumotim yo'q, bilmayman. Namozlarimizda bizga juda ko'p vasvasa keladi. Bundan qanday qutulishimiz mumkin? Muhammad Hanzala, bir sahoba payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning huzurlariga keladi. Namozda unga juda ko'p vasvasa kelayotganini va namozda o'qiyotgan suralarini adashtirib yuborayotganini aytadi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, bu bir shaytondir. Uni oti Xinzab deydilar. Shuni his qilganingizda 3 marta chap tomoningizga tuflang va shaytondan Allohga sig'ining deydilar. Ya'ni namozda shunday qilib tuflanadimi? Ha, albatta. Masalan, namozdamiz va shunday vasvasa keldi. Buni his qildik. Yengilgina chap tomonga biroz burilib, juda yengil tarzda 3 marta shunday qilamiz. So'ng shaytondan Allohga sig'inamiz. Bu payg'ambarimizning bizga tavsiyalaridir. Ba'zan namoz o'qishga erinib qolamiz. Bizga nima tavsiya qilasiz? Kattalar ham namoz o'qishga ba'zan erinadilar Muhammad Hanzala. Aslida bu shunday narsa. Qilayotgan barcha ibodatlarimizda va barcha mas'uliyatlarimizda shunday holat bo'ladi. Ba'zan ichimizdan kelib, yaxshi ko'rib bajaramiz. Ba'zan esa erinib, qilishni istamay qolamiz. Xo'sh, bizda nima bo'lishi kerak? Mas'uliyat hissi bo'lishi kerak. Shunday o'ylashimiz kerak. Agar ibodatni yaxshi ko'rib bajarayotgan bo'lsak, Allohga hamd aytishimiz kerak. Agar sevib bajarayotgan bo'lsak, Allohga hamd aytishimiz kerak. Ammo agar o'sha paytda erinchoqlik bo'lsa, shunday deyishimiz kerak.
Bu mening mas'uliyatim. Hozir buni xohlamayapman. Lekin bu mas'uliyat bo'lgani uchun albatta bajarishim kerak deb o'ylashimiz va mas'uliyatimizni ado etishimiz kerak. Lekin barcha bolalar shuni bilishini istayman. Kattalar ham ba'zan namoz o'qiyotganda erinadilar. Muhimi nima? O'zimiz bilan kurasha olishimiz va erinayotgan bo'lsak ham zimmamizdagi mas'uliyatni bajara olishimiz. Muhimi mana shu narsa. Qalbimizni masjidga muhabbatli qilish uchun nima qilishimiz kerak? Masjidga ko'p borishimiz kerak. Masjidda ko'proq vaqt o'tkazishimiz kerak. Masalan, bolalar ham bora oladigan darslar, umumiy darslar bo'ladi. O'sha umumiy darslarda ham ishtirok etishimiz kerak. Chunki agar bir joyga juda ko'p borsangiz, u yerda ko'p vaqt o'tkazsangiz, u joyni yaxshi ko'ra boshlaysiz va qalbingiz o'sha joyga isiydi. Qalbingiz o'sha yerga bog'lanadi. Allohga hamd bo'lsin, bizning bolalarimiz ham masjidni juda yaxshi ko'rishadi. Masjidda vaqt o'tkazishni juda yaxshi ko'rishadi. Bu juda chiroyli narsa. Bolalarning masjidni bunchalik yaxshi ko'rishi juda go'zal holat. Bir savolni o'tkazib yuboribman. Ko'rgan yomon tushlarimizning sabablari nimalar? Buni ko'plab sabablari bo'lishi mumkin. Bu ko'rgan tushimizning mazmuniga qarab o'zgaradi. Lekin eng tarqalgan bir ikkitasini aytishim mumkin. Birinchisi shuki, bolalar ba'zan bir-birlarini qo'rqitishadi. Bir-birlariga qo'rqinchli hikoyalar aytishadi. Shunday qo'rqinchli narsalar tasavvur qilishadi. Kechasi uxlaganlarida esa o'sha tasavvur qilgan va bir-birlariga aytgan narsalarini afsuski tushlarida ko'rishadi. Bunga juda diqqat qilish kerak. Bir-birimizga zulm qilmasligimiz, bir-birimizga aziyat bermasligimiz kerak. Shuning uchun bunday qo'rqinchli narsalarni aytmasligimiz lozim. Ikkinchisi, Muhammad Hanzala kechasi uxlashdan oldin payg'ambarimiz bizga o'rgatgan duolar bor. O'sha duolarni albatta o'qishga harakat qilishimiz kerak. Bilganimizni o'qib, keyin uxlashimiz kerak. Inshaalloh, agar o'zimizni ma'naviy jihatdan shu duolar bilan himoya qilsak, Alloh ham bizni o'sha qo'rqinchli yomon tushlardan asraydi. Duolarni qanday qilib yanada oson yod olishimiz mumkin? O'qib. Bir narsani qancha ko'p o'qisangiz, shuncha tez yod olasiz. Masalan, barcha bolalar eng oson qaysi surani yod oladi Muhammad Hanzala? Fotiha surasini. Albatta istisnolar bo'lishi mumkin, lekin namozda doim eshitganimiz, doim takrorlaganimiz uchun uni yod olishimiz osonroq bo'ladi. Har doim namozda takrorlaganimiz uchun uni yod olishimiz osonroq bo'ladi. Shuning uchun agar bir duoni yodlamoqchi bo'lsangiz, uni yozasiz yoki tinglaysiz, lekin albatta doimiy ravishda takrorlaysiz. Allohning izni bilan takror qilgan sari yod olishingiz ancha osonlashadi. Savollarga kitobga qaramasdan qanday javob berasiz? Aslida bu ham duo masalasi bilan juda o'xshash. Bir narsani juda ko'p takror qilsangiz, ko'p o'qisangiz, ko'p yozsangiz, endi kitobga ehtiyoj qolmaydi. Chunki u ma'lumot qalbingizda va zehningizda tayyor turadi. Shunda bir savol berilganda ham javob bera olasiz. Shuning uchun ko'p o'qish, ko'p yozib olish va ko'p takror qilish deb ayta olaman. O'g'lingiz bilan eng ko'p qaysi o'yinlarni o'ynaysiz? Ha, odatda eng ko'p o'ynaydigan o'yinlarimiz vaqti bilan o'zgarib turadi. Lekin ko'pincha qilich qalqon o'yinini o'ynaymiz yoki kurash. Shunday jangga o'xshash o'yinlar o'ynaymiz. O'g'lim ham kickboks bilan shug'ullangani uchun odatda shunday kurashga o'xshash mashg'ulotlar qilamiz. Ism shahar o'yinini ham o'ynaymiz. Yana ba'zi stol o'yinlari bo'ladi. Imkon topganimizda o'zaro stol o'yinlarini ham o'ynaymiz. Ustoz, siz yaxshi otamisiz? To'g'risi, aslida bu savolni menga emas, buni senga berishlari kerak. Ya'ni yaxshi otasiz. Rahmat. Bir do'stim bor edi. Uni islomga da'vat qildim, lekin foydasi bo'lmadi. Men ham do'stlikni uzdim. To'g'ri qildimmi? Yo'q, noto'g'ri ish qilgan. Chunki bir insonni islomga da'vat qilish 1-2 marta bo'ladigan ish emas. Da'vat umr bo'yi davom etadigan mas'uliyatdir. Bir marta tushuntiramiz, yana tushuntiramiz, yana aytamiz. Bu bizning zimmamizdagi vazifamiz. U qabul qiladimi yoki yo'qmi, bu boshqa masala. Bizga tushadigani o'z mas'uliyatimizni ado etish va da'vatni davom ettirish. O'qish yaxshimi yoki o'qimaslikmi? Ba'zi kishilar o'qish kerak dedi, ba'zilar o'qimaslik kerak dedi. Kim o'qimaslik yaxshi desa, juda katta xato qilgan bo'ladi. Chunki Alloh bizdan o'qishimizni xohlaydi. Payg'ambar ham bizdan o'qishimizni xohlaydi. Yer yuziga yaxshilik va go'zallik olib kelgan insonlarning aksariyati o'qigan, o'zini rivojlantirgan insonlardir. Shuning uchun albatta o'qish kerak deyman. Siz bizning yoshimizda bo'lganingizda jamoat bormidi? Bu qaysi jamoat? Bor edi, lekin bu jamoat emas edi. Ha, men ham bir jamoatning ichida tug'ilganman. Allohga hamd bo'lsin. Men Janubiy Sharqda tug'ilganman, ya'ni Diyarbakrda. Buni avval ham aytgan edim. O'sha paytda Janubiy Sharqda Hizbulloh jamoati bor edi va men ham o'sha jamoatning ichida katta bo'lganman.
To'polonchi bo'lamidingiz? Nima desam ekan? Ya'ni Diyarbakrda ulg'aygan har bir bola kabi biroz sho'x edim albatta. Juda ham to'polonchi emasdim, lekin juda ham yuvosh ham emasdim. O'rtacha, ya'ni o'rtacha to'polonchi bola edim. Menga o'xshabmi? Xo'p, shunday bo'la qolsin. Ustoz, savollarimiz shular edi. Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va Va barakatuh. alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.